Surxondaryolik, Qashqadaryolik akalaring, opalaring qarab turibdi. Seni hech qachon yolg'iz qoldirmaydi. Biza ko'pchilik emas, senga yordam beramiz. Xo'pmi? Menga qo'l tashla. Mana. Javohir menga qo'l tashladi. Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan Abdurahmon kanalga xush kelibsiz. Sizlar kanalimga o'tganimdan xursandman. Hozir sekin gapiryapman, chunki ishdaman, ishdan video olyapman. Bo'lgan bo'lsa, kecha oldin bitta video qo'ygandim. Bir yosh bolani hayotini qutqarish degan boshlanish muddati bor. Shuning uchun murojaat chiqqan. Yana qo'yyapman shu videoni. Alloh o'zi rozi bo'lsin sizlardan. Hozir bo'lsa ham prosmotrga yordam beryapmiz. Hozir bozorga pul olib Surxondaryo Muzrabotdan boshlash muddati bor. Boshdan truba qo'yilgan, suvni chiqarib turish uchun o'sha boshqa suv to'lgan payt o'sha o'simtani turbani olish kerak edi boshdan. Shunga 20 qanchadir dollarda pul kerak degani. Shuni qo'yapman hozir ham. Savob bo'lsin deb hozir ham o'sha Xudo xohlasa inshaalloh birgalikda biz kuchimiz yordam beramiz Xudo xohlasa. İnşallah sahip bitamiz bana. Dua qilinglar, maksimal like bosar. Odam ko'p ko'ribdi, lekin like ham bosmayapti, kam like bo'lgan, kam prosmotr, qancha like bo'lsa, shuncha prosmotr borda. Kam like bosilibdi. Mana faxsh videolarga like bosasizlar, bu videoga like bosasizlar, qizlar ko'tayish uchun qizlar like bosasizlar. Lekin shunaqa narsa bo'lgan payt like bosmaysizlar. Odam like bosib tarqatmaydi shuni. Faqat xato like bo'lsin. Azar prosmot qancha like bo'lsa, shuncha ko'p odam ko'radi, shuncha tez yordam beramiz. Hammasi Allohdan. Nasib qilsa Xudo xohlasa yordam beramiz. Xohlasa shavq qilmay ishdaman. Ishdan video qilib qo'yapman. Hozir bo'lsam yordam kelsin. Savobga qolaylik deb. Menga bir tiyinlik foydasi yo'q. Men YouTubedan pul ishlamayman. Biz shu videoni qo'ymoqchiman. Hozir savob ketsin. Hozir bo'lsam savob bo'lsin. Hammaga rahmat. Hadish uchun katta rahmat. Surxondaryolik, Qashqadaryolik akalaring, opalaring qarab turibdi. Seni hech qachon yolg'iz qoldirmaydi. Biza ko'pchilik emas, senga yordam beramiz. Xo'pmi? Menga qo'l tashla. Mana. Javohir menga qo'l tashladi. Javohirbekda inshaalloh oyoqqa turg'izamiz. Inshaalloh sizlar bilan birgalikda Surxondaryodamiz. Javohirni o'tirgan uyi mana shu sharoitda yashashadi. Sizlarga ya'ni ishonchli bo'lish uchun haqiqatan ham shunaqa oilada yashaydimi deb o'ylash mumkin. Haqiqatan ham mana shu oila haqdor oila hisoblanadi. Ehson qilinglar mana shu oilaga, men ham shu oilaga to'g'risi qancha yaxshiligim qilsa qo'shilsin inshaalloh. Shuncha katta amal qoldiramiz. To'g'risi shu Javohirni oyoqqa turg'izamiz. Sizlar bilan birgalikda. Qanchadan qancha odamlar sog'lom bolalarini xor qilyapti, zor qilyapti. Bir xil insonlar bor, tirnoqqa bo'lyapti va mana shu nima desamagan ota-onasini shijoatini ko'rib men o'zim ham boshqacha bo'ldim. Ya'ni nimaga? Shu bir xil insonlar bor. Farzandi nogiron bo'lsa tashlab ketadi, lekin aslida nogiron bo'lsa ham, lekin bir xil insonlar bor. Shu nogiron bolasini tuzatish payida butun umrini baxshida qiladi. Ya'ni nima demoqchiman? Shu bolasiga boshidan mana shu yoshligidan qarigunigacha qadar shu bolasini qarab, shu bolasi uchun tuzalishini xohlaydi. Shukr qilinglar azizlar, mana shu bu ham bir Allohning sinovi. Balkim shu Javohirni inshaalloh oyoqqa turg'izamiz. Faqat sizlardan podдержка, sizlardan qo'llab-quvvatlov. Shu Javohirni inshaalloh yordam bersak, mana shu operatsiyasi uchun 20 ming dollar yig'sak, juda ham katta savobli ish qilgan bo'lamiz inshaalloh. Agar qo'lingizdan kelsa, shu pastdagi kartalarga ehson qilamiz. Agar qo'lingizdan kelmasa, shu videoga like bosib, Allohdan shifo so'rab, kommentariy yozib, shu videoni tarqatib qo'yinglar va mana shu videoni kimnidir istoriyasida ko'rsam, juda ham xursand bo'lgan bo'laman. Avvalambor birgalikda amal qoldiramiz. Charchamanglar, yaxshilik qilishda davom etamiz. Javohir, yaxshi bo'lamiz-a? Zo'r bo'lamiz-a? Xudo xolasa, Qashqadaryo, Surxondaryo biz birgamiz, Xudo xolasa birgalikda Javohir uchun yordam beramiz. Farzandlar bersin, o'g'il qizlar bersin.
Nasib qilsa o'g'limga nasib qilsa Hindistonga jo'natib operatsiya sog' salomat olib kelaylik. Nasib qilsa Johirjonning to'ylarida, yaxshi kunlarda uchrashaylik.